Assalomu alaykum, hurmatli aka-uka, opa-singillarimiz hamda guruhimiz mehmonlari, bizni ko'rib kuzatib kelayotgan barchangizga bitta narsani iltimos qildik. Biz hozir ayni paytda polshon pechka ishlab chiqarayotgan sektamiz mana. Ustobonni olib keldik. Men o'zim mana shu pechkani olyapman, sizlarga tavsiya qilaman. Bu yerga har turli pechkalar bor ekan. Ustobo bu kraska necha gradus issiqqa chidaydi? 1200 gradus issiqqa chidab beradi. Ana, 1200 gradus issiqqa chidaydi ekan mana bu kraska. Kraska ketib qolmaydi, issiqqa chidaydi. Bu yaktan pechkamiz polshon pechka, ekonomikli. Aha. Ekonomikli. 4 gradus issiqqa ko'miridan 4 gradus havolarni yoraveradi. Yaqinroqda kim olib hurmatlarni avuz yapamiz. Avuz yapamiz. Ustobo, buni endi odamlarning klientlari xohishiga ko'ra zakot ham qilib beraverasizlar, zakot Zakaslardan ham chiqarib beraveramiz. Xohlasalar 60lik, xohlasalar 70lik, 80lik pechkalar chiqarib beraveramiz. Baniya pechkalar ham chiqarib beraveramiz. Kelaverasizlar. Bunaqalari ham bor. Bunaqalardan ham bor. Mana, xohlagan turingizdan bor mana. Ustobo tushuntiradilar mana. Mana bu 1.10lik pechkamiz. Vallaga qo'yiladi, uyda bir joyga qo'yiladigan pechkalar bular. Ko'mir, o'tin, gaz yoqaveradi. Taglari chugunli, materiallari qalin. Mana bu ham 2 xonali moslashtirilgan, 2 xonaga qo'yilgan. Endi mana bu ha, mana bu yoqdan issiqlik chiqadi, bu yoqdan yoqasiz. Mana bu nur uchun. Bir yil ikkinga bir tozalab yorasiz. Orqa tarafiga xuddi mana shunday Qo'ynik qo'yib optima qo'yib foydalanishga moslashtirilgan. Bu ham ekonomik, xuddi o'sha yonadi. Optima pechkani kattasi bu. mana shu. Narxlar qanday bo'ladi, Ustobo? Narxlarni kelishilgan holda yetkazib beraveramiz. Ha, dastlabki xizmatlar. Dastlabki hammasi bor aka. Bor. Mana o'zimizga o'qituvchilarga telefon nomerlar mana 7 Quvvatli pechkalar markazi. Kelaveradi. Ramziddinning do'koni aka. Kelasiz, meni o'zimga uchrashasiz. Men o'zim savdoga turaman shu yerda. Rahmat Ustobojon. Mana vaznisiga ko'ring. Mana, xizmatlar bor. Vaznisi 1.300lik. Ha, Mana bu jaduli bilan 1.60 bilan 2 xonalar istaveradi. ancha katta ekan. Bu yerga pechka ko'p, masligiga adashmaylar. Mana. Materiallar yangi hammasi. Mana taglari chugunli. Ustobo ishlarni bo'ladi, operator. Taglari chugunli, ba'zi bir joylarga hamda olinayotgan qilib qo'yishdi, u xato. Oz ko'zga ko'rinmas darajaga toplanib ketadi pechka yoqqan vaqtiga, o'sha vaqt qaytib o'rniga tushmaydi. Bu qotirilgan bu tagidan. Ha. Yaxshi ekan, pul ichib tushib ketaveradi. Kelishilgan narxlarga dastlabki qilib beraveramiz, zakatga qarab. Bo'ldi. O'rnatib berish xizmati ham bor, kelaverasizlar, bexijolat.